Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede sıra acırız. Yeti devlet taşkı işler ministerlerinin bayanatı tuhumdun tük ündürgelliktir. Çünkü bu işini men istmeydi mavzulu haber 4. ayının 14. günü Twitter bitide ilan kılındı. Haber mundak başlandı. 2 gün devamlaşkan Yeti devlet taşkı işler ministerleri yığını 4. ayının 11. günü Japonya'nın Hiroşima ülkesi diye yapıldı. Sahiphan devlet Japonya yığın açılıştan burun köptürgen. Yığın açılıp deniz okuyan bir hatarlık bayanatını ilan kıldı. Bu bayanat halkara kanunla asasında halkara deniz okuyan tertibini qoğdaşını belgelidir. Bir meydan qattiq pozitsiya bildirgenden keyin Jungo Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Lokan 13. günü muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministerlarining bayonotini, ya'ni cho'ng ishni kichiklashtirish talaffuzli bayonot e'lon qilib, aloqador taraflar bu bayonotni muhim deb qarashi mumkin. Dunyoga cho'ng ta'sir ko'rsatdi, hatto Jungoga besim paydo qildi deb qarashi mumkin. Agar men bularga 4 xatlik so'z bilan nasihat qiladigan bo'lsam, o'zinglar xo'sh qilib yurmanglar degan bo'latdim deb ko'rsatdi. Bundan qaraganda Beijing 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministerlarining bayonotini mansitmidi. Ameliyetin Beijing uchun bundaq zaruriyatmi yo'q edi. Ya'ni mansitadigan zaruriyatmi yo'q edi deb ko'rsatildi xabarda. Avval nazar salaylik, 7 davlatga nisbatan aytganda buning ichida Janubiy dengizga munosabatlik bir davlat yo'q. Qoidaga asoslanganda har qanday bir davlat Janubiy dengiz masalasi to'g'risida ifoda bildirganda har qanday birisining Jungo va Janubiy dengizga munosabatlik faoliyatlari to'g'risida yoki mundaq deyish huquqi yo'q. Janubiy dengizdagi talash tartish ba'zi munosabatlik davlatlar bilan Jungoning o'rtasidagi ishdir. Yoki mushrayinga mansub bo'lgan davlatlarning masalasidir. Bu Jungolikning maydoni ekan. Bu Janubiy dengizdan Malakka bo'g'ozidan o'tib kelayotgan savdo qatnash kemalari Yaponiyaning, savdo qatnash kemalari Amerikaning mushrayindan o'tib keladigan tursa, bu yerda bu 7 davlatning ichidagi boshqa davlatlarni qo'yib turaylik, Yaponiya bilan Amerikaning bu Janubiy dengizga aloqador huquqi yo'qmikan? Bu Jungoliklar nima bo'ldi endi? Bu bayonotni shunday e'lon qilamdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bugun Janubiy dengiz talash tartishiga bevosita bir taraf bo'lib qatnasha olmaydigan 7 davlatning bayonot e'lon qilib, burayindagi davlatlarning nima qilishi kerakligini va nima ish qilmasligi kerakligini talab qiladigan bo'lsa, bu yerda o'rni yo'q, lekin bu yerda siyosat yurgizmoqchi bo'lganligini oshkorlab berdi. Bu davlatlarning Janubiy dengiz hech qanday o'rni yo'q, lekin bu o'rinda bu yerda ular siyosat belgilamoqchi bo'lganligini oshkorlab berdi. Nayte bu bir zomagarning ro'yi kayfiyatidir. 7 davlat gerçi Janubiy dengizning muqimligini teshishni qo'g'damoqchi bo'lgandimi, lekin bundaq bayonotning e'lon qilinishi bu 7 davlatni axloq yuksakligiga chiqarib qo'ymaydi. Shuning uchun Janubiy dengizga egilik huquq talabi qo'ygan Jungo chegara sirtidagi davlatlarning bayonotiga zarba bersa arziydi va Jungoning ittifoqlash arziydik isbotlashiga arziydiki 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministerlarining bayonot kuchsiz va quruqdan quruq bayonotdir.
Çünkü muşundaq pozitsiya tutuptu. 7 devlet ministerleri, Tashqi ishlar ministri e'lon qilgan bayonotga Janubiy dengiz okean to'g'risida Jungoning pozitsiyasi yuqoridagi pozitsiya ekan vatandoshim. Bayonotchilar Kang mundaq ko'rsatdi. 7 devlet guruhi ministerlerining bayonoti, Tashqi ishlar ministrlarining bayonoti Jungoning Janubiy dengiz to'g'risidagi maydoni va prinsiplarini o'zgartirmaydi. 2 yildek vaqt sarf qilib Jungo Janubiy dengizi orol yasadi va o'rinlashtirish elib bordi. Jungoning Janubiy dengizi elib borgan qurilishi bu doirada ko'ch va tangpungliqni o'zgartib o'tdi. Jungo Janubiy dengizda egilik huquqni qo'g'diya oladi. Gerçi Amerika bir qancha qitim harbiy parxod ve harbiy aeroplanlarni avatib, çarlaş elib berib, Janubiy Jungo dengizda Jungoning qurilish qilishini to'xtatmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, buningga munosib har qanday cho'chitish rolini o'ynay olmadi. Amerika'nın harbiy parxod, harbiy aeroplanlarga selishtirganda 7 devlet tashqi ishlar ministrlarining bayonoti nimaga arziydi? Jungo buning uchun ansirab bakmadı.